Xijola. Maşallah. Ana Nima tushdi? Qaymoq. Ana qaymoq. 3. Endi mana yana 7 bu yoq. Qaymoqdan zo'r joydan deng. Bu yaqinroq kelganki. Buni qani? Bu. Ha. Mana 2. Ha. Bu qani? Mana 3. Ana. Ha 4 mana. Nima qilyapsan? Assalomu alaykum YouTube chorva ishqibozlari. Ismoiljon Chorva Trendning aziz obunachilari. Xudo xolasa Farg'ona viloyati Quvvat tumanida o'zimiz xonadonimizda bolasini ovozlar deganga bolasini ovoz, xonajin deganlarga xonajin, bo'g'oz deganlarga 2 dona bo'g'oz. Xudo xolasa 3 boshli deganlarga ham 3 boshli bor. Xudo xolasa video davomini kuzatib borasizlar, narx-navolarni qo'yamiz. Oyoqlarini yetalab ko'rib, sutlarini aytib, keyin narxlarini aytamiz. Xudo xolasa sog'lish jarayonlarigacha video obzorini qilib beramiz. Xudo xolasa kommentariyaga yozib, bittadan like tugmasini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlardan ham pul ham olmaydi, megabayt ham olmaydi. Xudo xolasa kuzatib boringlar. Hozir sizlarga yurish-turishlari, sog'lish jarayonlari, narxlarini aytib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa yetalash jarayonlarini boshladik. Mana birinchi molimizdan bolasini ovozdan boshladik. Ketdik. Hurmatli obunachilar, mana ko'chaga olib chiqib oldik. Xudo xolasa qisqa va lo'nda qilamiz, narxlarini aytib o'tamiz. Xudo xolasa sutlarigacha hozir aytib o'tiladi. 3-qoringa bolasini ovoz 10 ta suti bor. Narxi ketdi 26,5 million vodiy bo'ylab kami bor dastavkasi. Vodiy bo'ylab Xudo xolasa 26,5 million so'mga kelishtirib beriladi. Mana Xudo xolasa ikkinchisi chiqdi, bolasini ovozcha 15 ta 16 ta suti bor. Narxi 25,5 million so'm. Vodiyga dastavkasi bor, bolasi Simeltal. Xudo xolasa qiziqqanlar. Mana kasallarga ham e'tibor beringlar. Bo'ldi. Endi 3-molimizni Xudo xolasa olib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, mana 3-chisini olib chiqdik. Bolasini ovozcha, bolasi shved, toza. Xudo xolasa 2 va 3-qoringa olaverasizlar. Sutlari 12-13 tadan suti bor. Narxlarini nech pul aytdingiz? 28,5 million. 28,5 million so'm kami bor. Kam ko'zsiz kelishiladi, vodiyga dastavkasi bor. Mana, Eng qizig'i xudbashiga. Boshingizdan tushirmasak, tushirib olasizlar. Voy jo'ro, badanni qarang, mana aziz hurmatli obunachilar, Xudo xolasa 4-molimiz, 3 boshli bunisi, 3 oylik, uzuy solingan bo'g'oz. Bolasi mana shved turibdi. Sutlari 12 ta, buniki ham 13 taga yaqin sutlari bor. Olasizlar 10 ta sutga olinglar. Bo'ylari 1.30 yonverida, plus minusi bor. Narxi 30 million. 30 million so'm, vodiyga kami bor, kam ko'zsiz kelishiladi. Xudo xolasa telefon qilaveringlar, like tugmasini bosib qo'ying. Hurmatli obunachilar, Rossiyadan keltirilgan 16 ta 17 ta suti bor. Mana sirg'alari bor. Xudo xolasa bolasiga ham qiziqinglar, mana bolasi ham toza rossiyskiy Simeltal. Xudo xolasa vodiyga, vohaga kelishilgan holatda narxlarni go'zal qilib aytamiz. Aka, ikkinchi tug'imga narxlari 35 million vodiy bo'ylab kami bor, dastavkasi bor, vohaga kelishadi. Vohaga kelishiladi. U aytilgan narx muhim emas, muhimi talash savdo qilib olish. Tutaylarga ham e'tibor beringlar, hurmatli obunachilar. Mana Xudo xolasa telefon qilinglar, shu nomerga Telegram, WhatsApp, imo hamma yo'g'i bor. Qolgan sigirlarni ham olib chiqib ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa telefon qilaveringlar. Endi Xudo xolasa ikkov bo'g'ozimizni hozir tashqarida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hozir ena bola sigirlar bo'ldi. 3 boshli deganlarga yoki ena bola bo'lsin, qonida 1 oylik bo'lsin deganlarga Xudo xolasa bor, hammasidan bor. Telefon qilaveringlar. 91 125 50 95 ga aloqaga chiqaveringlar. Hozir bo'g'ozlarni olib chiqib, narx-navosi bilan tanishtiramiz. Xudo xolasa azizlar, mana bo'g'ozlarimizni ham olib chiqib oldik. Rosa qolsa 10 kun, 1 haftaligiga qo'ygan bo'g'ozlar. Xudo xolasa telefon qilinglar, kelishtiringlar. Jupiga bitta narx ayting, obunachilarimiz Xudo xolasa telefon qilsin. 56 million kami bor, dastavkasi bor. 56 million so'm kami bor. 29 ga 27. Xudo xolasa aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa 10 kunliga qolgan. Ismoiljon Chorva Trendidan qo'ng'iroq qilyapmiz desanglar, Xudo xolasa yana ham narxlarni kelishtirib beradi. Olib kiring. Xudo xolasa sog'ish jarayonlari boshlandi. 26,5 millionga qaytadi. beradi. Kim yeridan, aka, original yeridan. Qarang. Qo'l tegdi, iyi ketarkan-a? Bitta paxircha tayyorlashib turganda-mi? Qo'yib ko'rsatib beraman. Qaymoq qo'yib yotibdi. Qo'ymaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana video cho'zilib ketmasin deyapmiz, xolos. Bu
Yaqinroq keling aka. Buni qarang. 1. Aha. Mana 2. Aha. Buni qarang. Mana 3. Mana. Ha, 4 mana. Nima qilyapsan ham? Nima qarabsiz sog'olasiz? Estonda olganlar mazza qiladi. Olganni uyga olmagan tushiga kirgizib yuboraman deydiganlar. Ekrandagi nomerga sirraz aloqaga chiqavering. Pulingiz o'zingiz bilan ketdi deymiz. Bolachasini ovozcha gap isboti bilan qarang. Xudo xolasa olgan odam mazza teshiklarni qarang, napor dudalligini qarang. Keling. Agarchi mashinangiz kraska bo'lsa, yo faqirda shipaklovkasi o'ganda shipaklovkasini ko'chirib yubormasangiz, endi sutni qarang. Keliyor aka, yangi tuqqan. U o'g'izmi deysizlar? Shuni qarang, shuni. Qora. Voy. Bir sekundda taqir to'ldirib qo'yaman deydigan ekanda. Aka maza qilib 15 litr sut sog'ib ichsin. Sog'ib ichsin, duo qilsin. Bo'ladi. Qora. Nimaga biz sog'man beraveramiz? Mullani qarang, jicha-jicha video cho'zilib ketmasin deyapti. Mana aka bexijola. Buni qarang. Voy, mashalloh. Qarang, qaymoq. Ana Nima tushdi? Qaymoq. Ana qaymoq. 3. Endi mana yana Endi bu yoq. Qaymoqdan zo'r joydan deyin. aka, buni suti o'g'izda hali. Ha. 2 kun bo'ldi-da. Ha. O'g'izdan xudosi endi tikyapti. Yana charchoqlari chiqsa, Ha, faqat yoziladi aka, xudo xudo xolasa. xolasa Idringlar. faqat bosaverasiz. To'ralasin. Zo'rkaning ishida oqyoqlarni quyib aka. Ha. Mana. Bunga isbaka o'ynab o'tiraverasiz. Yaqinroq keling, inshaalloh. Voy jonivor. Tilla bola mana bayla bo'ldi. Bu yog'i muzika ekanda, yo'niki olib ketyapti. Yana nima bolasi novosida. Ha, joni sog' bo'lsin. Keyin yuvoshidan. Zvachkasi og'zida. Mana qarang, orqaga. Sog'ayotganda ham, idirayotganda ham, yurayotganda ham tez turadiganida. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Faqir bolalar. Xudo xolasa laykni bosaveringlar mana shu joyiga, mehnatiga. Aka sutdan ko'rsatib qo'ying. Qanaqalik debanda qiyin bo'lib bo'lacha shved. Bo'ladi, qori. Nimaga? Shunchalik bo'ladimi? Ha, Bolasi novoz, yosh, suti ko'p, oq yerin, ular qani aka. Yana borib sog'averasiz kerak bo'lsa. Sog'averadi, ko'sh qaytarib turadi. Bundan ortiq bo'lmasa kerak. Albatta. Mana aka, keling. Bismillahirrohmanirrohim. Mana. Qalay bo'lyapti obunachilar, videoni o'tkazib yubormasdan laykni gumbilab. Ona bolani puli bo'ldi xolos sizlarda. O'ylab qo'yinglar, eng qizig'i. Bekarga qolib ketadigan. Mana mol haqiqatdan muzikalari bilan yo'nika bo'lib turaverar ekanda, tangir-tungir bo'lib, ha, qori? Bitta odam sog'sa bittasini deb. Omil o'rgatib turar ekanda. Omil mollarni sannigilarni yuvosh. Men har doim aytaman, uchi boshlik. Keyin bo'lib qo'shnimga ham tavsiya qilaveraman. Nimaga? Mol ishonarligini olyapsizlar. Eng zo'rlarini olyapsizlar. Sinovdan o'tib bo'lgan bular hammasi. Xudo xolsa bularda mol ko'p. Birinchi yemog'ini, ichmog'ini, sog'lig'ini, sutlarini hamma yo'g'ini tekshirib olib turib, keyin mana ommaga deysizlarmi, internetga deysizlarmi, YouTube'ga xalqqa uyda ham, uchastkasida ham mol ko'p. Shundan keyin qo'yadi. Mana olgan odamlar maza qilyapti. Olgan odamlar o'zi bilan ketyapti-da, qisqa qilib aytgan. Bismillahirrohmanirrohim. O'zi bitta gap aytaymi? Ha. Hamma molini bitta odam oladigan bo'ldi. Voy, arzon aytib qo'ydingiz. Bizda qilish bo'lmaydi. Ha. Yana kamlari bor. Ekrandagi nomerga aloqaga chiqavering. Lola buni ham boshladingiz. Ha, joni sog' bo'lsin. Kelinimlarda ham sizga o'xshagan o'g'li bo'lsa, ayajon, men yedirib beraman. Siz sog'ib ketaverasiz, molimiz ko'p deydi-da. Xudo xolasa mana qarang, rossiyskiy. Mashin boshqa odamning qo'lida bo'lsa 40 million narx aytadi. Eng kami 35 million. Kamisilarda deb qo'ydik endi biz, ha? Hamma molimi. Hamma mol, bitta emas, buni emas, hammasini deng. Hammasi endi hamma odamga har xil tushadi. To'g'ri. Olsin baraka topsin. Inshaalloh, hamma narsa barakada. Videoni ko'ryaptimi? Kechqurun nechida ko'radi, yorug'da ko'radi, shuni telefon qilsin. Adan keyin tushuntirib qo'ying. 1 2 3 4 5. Mana bu birinchi molimiz, Zvachkasi og'zida. Bu ikkinchi molimiz, Eston. Mana bu uchinchi molimiz, bolasi Novos, buniki 3 boshlik, 3 boshlik. 3 boshlik. Bu 4-chi. Bu rossiyskiy. Eng qizig'i bolasi xunachi. Haqiqatdan bugun olgan odamlar yutib ketdi, puli o'zi bilan ketdi deymiz. Nima qilyapsan ham demayapti, yana jonivor bor.
Bolani Suti ham dorida bularni. teshiklari ham katta-katta. Ozgina harakat. Bu ishni xojinalarga berish kerak ekanda. Kelmaymilar, ishga yetgan payt shoshilib qoladi-yu. Tur stolchani qo'yib olib, xolasa nevarasi, xolasa o'zi, xolasa ikki tomondan sovurar. Masalan qilish nima deyapti? Zuvachkasi og'zida. Nima deyapsan ham deyapti. Qimillagan ham yo'q. Mashlarda aytadi, dumi qimillasa ham, o'zi qimillasa ham mol meniki, juda yaxshi mol mashi bo'ladi. Mana. Olamiz. Yog'da olib qo'ydilar. Bismillahirrohmanirrohim. Sariqligini qarang. Xudo Bu xolsa. mollarni ham aka, xudo xolasa tuqsam qarang, hali bir bo'g'ozlikda o'ylashadi, taqirda qo'yib olib, Ha. xolagan tomonidan ushuradi. Bizda yuvosh mollar hammasi bizda-da. Obkalilar aka, xolis ketdi ko'rsatamiz. Ha. O'dimini nima qilaylik? Xudo xolsa buni tutaylari ham katta, oralari ham oyoq orasi keng, Endi hazlagam yelin sig'maydi. Sig'maydi, to'g'ri. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa telefon qilinglar. Ismoiljon Chorva Trenddan ko'rib, videoni ko'rib telefon qilyapmiz deydi. Xudo xolasa narx-navolarni tushirib, kelishilgan holatda dastavkasini o'ylamaysizlar. Molni o'zini kelishasizlar. Xudo xolasa sog' salomat bo'linglar. Kommentariya va obuna bo'lib qo'yinglar.